Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Bizning kanalimizni doimiy kuzatuvchi do'stlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana bugun Samarqanddan do'stimiz, ukamiz Rahmat. Umidbek tashrif buyurgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat. Umidbek Samarqand viloyati Taylaq tumanidan Selski. Selski. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Kecha ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq hofizi Og'abek Sabirov to'y bergan edi. Ilohim kelin-kuyovlar baxtli bo'lsin. Shuni bahonasida yana ustozi bo'ladi Og'abek Sabirov. Bizani ham Umidbek, Mavlonbek, bunda yana Mirzobek o'tiribdi. Hammamizning ustozimiz. Shunday. Tashrif buyurgan ekan shu xonadonimizga. Shu to'y bahonasida mehmon tashrif buyurdi Umidbek. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Shu bizani bir muxlislar, shu bir ustozlar ijodidan bir qo'shiq aytib berasizlar. Aytganik bo'ldi ustoz, gap yo'q deb. Mana qo'shiq aytib bermoqchi sizlar uchun. O'zingiz ham bir endi yaxshi tilaklarni bildirasiz. Avvalambor assalomu alaykum aziz. Mana shu Xushnud og'amizni muxlislari, hammalaringizga yaxshi kayfiyat, sog'lik tilaymiz. Bugun mana shunday bir yaxshi kunlarda diydor ko'rishdik. Ustoz bilan, ustoz desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Kecha ustozimizni xonadonlariga to'y edi, shu bahona kelib mehmonga bir piyola choyga chaqirdilar. Xushnud og'amiz, rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Shu bahonada kelib mana diydor ko'rishdik. Alloh sizga xushvaqt bersin. Hamisha nima deydi? Mana shunday xonadoningizga yaxshi insonlar kelib, qutlab o'tirmoqlik yaxshi kuningizda nasib ro'zalasin. Rahmat e'tibor. Umidbek ham bir 2 ta 3 ta tor mendan olib qo'yibdi. Yana bittani yasab berasiz deb nima qilib turibdi? Allohni xohlagan payti Xudo xolasa yasab beradi. Yasab beramiz. Shu mana shu yigitimizdan duo qilib qo'yasizlar do'stlar. Ko'pchilikning duosi yaxshi bo'ladi. Ijrolari zo'r, o'zim ham kuzatib turaman, yaxshi ko'rib. Samarqandda o'zina yaxshi obro', e'tibori ega bo'lgan ukamiz. Ustozlari hamma hurmatda. Siz ham shu ustoz bo'lib, shu ustozlarni hurmatda bo'lib yurasiz. Rahmat. Salomat bo'ling. To'g'rimi Mavlonbek? Do'stimiz ukamiz. Bir ijro qilib berasizmi shu muxlislar uchun? Shu o'zingiz yasagan torga. Bu remontga kelgan tor bu, lekin muxlislar shu bo'lmagan ha? Remontga kelgan simlari ham yo'q. Shunda endi amallab aytib berasiz endi bir qo'shib. Muxlislar uchun imkon qadar.
Yaşlıqni güzel cəmğəsi, yaxşı günlərinin nəşəsi. Yaşlıqni güzel cəmğəsi, yaxşı günlərinin nəşəsi. Aziz ömrün ləzzəsi, şəndə qənimət, qənimət, şəndə qənimət, qənimət. Aziz ömrün ləzzəsi, şəndə qənimət, qənimət, şəndə qənimət, qənimət. Zengin olsa da yav fakir, ölüm haktır bir gün ahir. Sağ selamet bir hatir. Erdem ganimet, ganimet. Mansab ise bası dinle, oylab sürler su dinle. Mansab ise bası dinle, oylab sürler su dinle. Mayga bastırma yüzünü, imkan ganimet, ganimet. Erdem ganimet, ganimet. Mayga bastırma yüzünü, imkan ganimet, ganimet. Erdem ganimet, ganimet. Birdem ganimet, ganimet. Erdem ganimet, ganimet. Selamat olun. Endi qo'ldan kelgancha Endi Xorazm san'at o'chog'i deydi. Avvaldan nima deydi? Baholi qudrat qo'ldan kelgancha ijro qildik. Sizga rahmat. avvalambor shu bizani Xorazm san'atini ulug'lab, shunday ustozlarga qo'l berib, Rahmat. va shularni ijrolarini qilib turibsiz. Shuni o'zi katta gap. Xorazm san'ati o'ta murakkab. Rahmat. Eshitganda osondek bo'ladi, lekin ustozlarning qo'shiqlari. Lekin shuni ijro qilib turibsiz. Bizlar juda xursandmiz. Eldan kelinchali deydi. Xorazm tutsak qo'ldan kelgancha. Shuning uchun ijodni mahkam qilaveramiz, kuzatib turamiz. Hamma vaqt zo'r ijrolara gap yo'q. Endi ozgina hayajon ham bo'ladi axir baribir. Endi bu nima deydi? Xorazmda biz. Samarqandda yo bo'lmasam Sirdaryoda emas, Xorazm. O'zi yonimda Mavlon turibdi-ku do'stim. Shuni o'zi birdan ya. Mavlana ustozni yonida Mavlonbek do'stimiz Ajoyib. qancha yillar bo'ldina ham nafas bo'lib, Qashqadaryo, Buxoro Shunday. ko'pchilik san'atkor do'stlarimiz biladi. Bu ham ijodlarni omad. Tanjon Hali yuzda dard ko'rmasa, qo'lini bir ko'rsatib ber do'stim. Görünemedim. Ko'rinadi, qo'lina qaranglar buni. Bu o'zi bo'lmaydi daynachilikni. Shunday. Shuning uchun Alloh taoladan yuchkini so'rab qolamiz. Ustozni yondosh chalib o'tsiz. Ilay. Ayna Mirzobekina Rahmat ustoz Avoys. skripka g'ijjakni yig'latib yuboradi. Rahmat. Do'stimiz. Qani. Yerlashamizmi? Yo'q, men shu aytdim mana. Bir vas chalib bering. Usta ishingizga gap yo'q. Hurmatingiz cheksiz. Maza qilamiz siz yana kelsak. Shu remontga kelgan tor olam, boshqa tor olammi? İnternetdə görüb oturamızda shu tor Rahmat. bizlar ham chalib ko'rsak edi deb. Dum bo'lmaganda kelib chalib ezatamiz usta. To'g'risi. Aral Mirzani tarini chaldingiz. Aral Mirza aka ustani tarlarni chalib maza qildim. Kelib yangi tarlar
Şimdi bir skripka alıp koyma, gidecek mi? Gen vakit çalıp şu muhlislara çalıp veresin. Mazalı küylere. Fikir mülakazalar olsaydı Ümit Bek doğrusundan Mevlam Bey. Yine Mırza Bey bize yaz bir barasla. Sağ olasın, selamat olasın. Yanaki videolarda görüşkünce dip kalalım. Sağ ol abi.